Ba'zi ayollarimiz rasvo qiliqlaring bor, iltimos shu qiliqni qilmanglar. Bugungi mavzuyimiz yosh bolalarda og'izdagi stomatitlar haqida gaplashamiz. Og'izdagi stomatitlar yaralar, virusli, infeksion, bakteriya, zamburug'li bo'lishi mumkin. Buning asosiy sababi hal aytganimizdek, shu ba'zi onalar, xolalar, buvajonlarning nevarasiga, bolasiga og'izda ovqatni chaynab yumshatib berishi hisobiga. Undan tashqari esa so'skasini, emizgichlarini og'izda ho'llab turib bolani og'ziga solib qo'yish bu eng katta xato. Chunki sizning og'iz sohangizda juda ham ko'p infeksiya, viruslar juda ham ko'p bo'ladi. Chaqaloqning og'iz sohasi steril hisoblanadi, ya'ni eng toza joy hisoblanadi. O'shaning hisobiga siz infeksiya, viruslaringiz bolani og'ziga solgandan keyin yo'qib ketadi. O'shaning hisobiga bolalarda tez-tez kasal bo'lish, ich ketish, qayt qilish, oshqozon ichak faoliyatining buzilishi, har xil toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Sizlardan iltimos, akalar, ukalar, shu videoni shunaqa tanishlarga, opa-singillarga, qarindoshlarga tashab qo'yinglar, o'zlari ko'rib xulosa qilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.